qaysi uyda Baqara surasi o'qiladigan bo'lsa, mana shu xonadonga 3 kun shayton kirmaydi deb aytdilar. Baqara surasini anaqaga takroriga qo'yib, kompyuterlarida uyda Baqara o'qilib tursin. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam Baqara surasi nima dedilar? Ahluha baraka. Bu savol egasi uyga baraka so'rayaptilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam so'zlari demak, Baqarani olish, Baqarani o'qish, Baqarani eshitish baraka dedilar. Baraka nima deyilsa, baraka xayrning, yaxshilikning o'sishi, kunda ziyoda bo'lishligi. Va tarquha hasra dedilar. Uni tark qilib qo'yishlik nadomat, pushaymonlik. Va aytdilarki, davomida Baqara o'qilgan joyga sehrni, joduni ta'siri bo'lmaydi dedilar. Bular tezlikda Baqarani eshitsinlar va takror o'qisinlar va ko'p istig'for aytsinlar. Va salovatni o'zlariga lozim tutsinlar. Urushib qolmaslik uchun ham, kelishmovchilik bo'lmaslik uchun ham keling salovat aytaylik desinlar bir-biriga.